Video davomida Konditsionerlarning dastlabki shakli va bu so'zning ilk bor ishlatilish tarixi uzoq 1815-yilga borib taqaladi. Dim va juda issiq haroratda go'daklar hamda yoshi ulug' kishilarga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Tibbiyot xodimlarining aytishicha, konditsioner hatto inson tanasi haroratini ham tushirib yuboradi. Konditsionerda nafas tizimi infeksiyalarini qo'zg'atuvchi mikroorganizmlar to'planib qolishi ehtimoli bor. Konditsionerni tez-tez yoqish va o'chirish. Konditsionerni noto'g'ri o'rnatish. Eshiklar va derazalarni ochish. Avtomobillarda konditsionerdan qanday foydalanish kerak degan savolga ham javob berib o'tsak. kanalimizga obuna bo'ling. Yozning issiq kunlarida ko'pchilikka rohat bag'ishlaydigan vosita bu konditsionerlardir. Ular turli-tuman, narxi, quvvati, brendi, shakliga ko'ra farqlanaveradi. Bugun konditsionerlarning eng ko'p tarqalgan turi yoz-qish tizimida ishlovchi mini iqlim nazoratchilari haqida ma'lumotlar beramiz. Insoniyat azal-azaldan jazirama kunlarda issiq bilan kurashib kelgan. Buning uchun yerto'lalar, bahavo boloxonalar qurilgan. Lekin baribir quyoshning tafti butun yoz davomida o'z qudratini ko'rsatavergan. Hamma sohada bo'lgani kabi fan-texnika taraqqiyoti yordamida odamzod cheklangan binolarda sovutish tizimini yo'lga qo'ya oldi. Bugungi kunda konditsionerlar bilan jihozlanmagan ishxona, ofis yoki uyni topish qiyin. U yoz jaziramasida kishini behollikdan, issiq harorat tufayli yuzaga keladigan turli bosh og'riqlardan asraydi. Konditsionerlarning dastlabki shakli va bu so'zning ilk bor ishlatilish tarixi uzoq 1815-yilga borib taqaladi. Shu yili fransuz ixtirochisi Jean Chabannes turar joylar va boshqa binolarda havo haroratini mo'tadillashtirish nomi ostida patent olishga muvaffaq bo'ladi. Ammo bu patent faqat qog'ozda qolib ketadi. Uzoq yillar hayotga tatbiq etilmaydi. 1902-yilga kelibgina amerikalik ixtirochi muhandis Will Carrier Nyu-Yorkdagi Brooklyn bosmaxonasini sovutish uchun muzlatgich mashinani bino ichida ishlashga moslashtiradi. Eng qizig'i, bu ixtirodan maqsad ishchilarga qulay sharoit yaratish emas, balki bosma sifatini yaxshilashdan iborat edi. Zamonaviy split tizimlarning ilk shakli 1929-yilda General Electric kompaniyasi tomonidan yaratilgan. 1961-yilda konditsioner ishlab chiqarish sohasida yana bir qadam tashlandi. Yaponiyaning Toshiba kompaniyasi konditsionerlarni 2 blokka bo'ldi va eng sershovqin qismi bo'lgan kompressor bino tashqarisiga chiqarildi. Boshqa ishlab chiqaruvchilar ham darhol bu uslubni o'zlashtirib olishdi va ishlab chiqarish hajmi keskin oshib ketdi. Hozirgi kunda ishlab chiqarilayotgan konditsionerlar nafaqat sovutish, balki qish paytlarida isitish, havoni turli changlardan tozalash, ionlash kabi qo'shimcha funksiyalarga ham ega. Konditsionerning o'rta darajadagi salqin havo oqimi, dim va juda issiq haroratda go'daklar hamda yoshi ulug' kishilarga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Gap shundaki, ular organizmidagi sovutish tizimi mukammal bo'lmaydi va haroratga tez moslashib olishga qiynaladi. Yilning issiq kunlarida konditsioner yordamida salqinlatilgan xonada o'tirish, dam olishning gashti o'zgacha. Shu bois ko'pchilik yoz faslini konditsionersiz tasavvur qila olmaydi. Ushbu texnik vositaning foydali jihatlarini hammamiz bilamiz. Ammo ularning salbiy tomonlari, zararli xususiyatlari ham bisyorki, bundan ehtiyot bo'lish lozim. Ko'pchilik konditsionerlarni tashqaridan havoni olib, ichkaridagiga almashtirib turadi, ya'ni muntazam toza havo olib kiradi deb o'ylaydi. Aslida unday emas. Konditsioner xona ichidagi havoni olib, sovutib, yana qaytarib kiritaveradi. Ya'ni yopiq konditsioner 1 soatlik ishi davomida kamida 1 litr havoni isrof qiladi. Konditsioner ko'p ishlatiladigan binolarda karbonat angidrid miqdori keskin oshib ketadi. Chunki yopiq deraza va eshiklar sharoitida konditsioner xonani shamollatmaydi. Xonada nafas olayotganimizda kislorodni yutib, karbonat angidridni chiqaramiz. Agar xona ventilyatsiya qilinmasa, zararli gaz to'planib qoladi. Konditsionerlar havoning kirishi va chiqishini ta'minlaydigan ventilyatsiyasi bor xona va binolarga o'rnatish uchun mo'ljallangan.
Bunday sharoitda ularning inson salomatligiga salbiy ta'siri kam bo'ladi. Bino yoki xonada ventilyatsiya mavjud bo'lmasa, konditsioner xona havosini bir necha marotaba qayta sovutadi va quritadi. Havo kislorod bilan to'yinmaydi. Bu esa salomatlikka salbiy ta'sir ko'rsatadi. Konditsioner ishlayotgan xonadagi havo quruqlashadi, inson o'zini holsiz his etadi va ba'zilarda bosh og'rig'i kuzatiladi. Quruq havo oqimlari terining holatiga ham ta'sir qiladi. Surunkali dermatozi bor insonlarda teri qurishi, qichishi va hatto toshmalar paydo bo'lishi mumkin. Shuningdek, konditsioner burun shilliq qavatiga ham salbiy ta'sir etib, tomoq og'rishi, burun oqishi, ko'zlar yoshlanishi hamda allergik reaksiyalar yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Yoz issig'ida konditsioner ostida jon saqlaydiganlar o'z salomatliklariga e'tibor berishlari lozim. Konditsionerdan qanday to'g'ri foydalanish kerakligi va doimiy ravishda uning ostida o'tirish qaysi kasalliklarga olib kelishi haqida tibbiyot xodimlari shunday deydi. Tashqarida issiq havoda terlab, so'ng muzdek konditsionerli xonaga kirib olamiz. Iliq suvda yuvinib chiqqach, yelvizakli xonada o'tiramiz yoki uxlaymiz. Konditsionerdan chiqayotgan sovuq havo oqimi esa tananing yallig'lanishiga sabab bo'ladi. Buning natijasida butun tana a'zolari og'riydi. Hatto og'riqdan bemor boshini ham qimirlata olmay qoladi. Konditsioner sovug'i bosh sohasini zararlasa, meningial simptomlar kelib chiqishi ham mumkin. Ishlayotgan konditsioner ro'parasida uzoq vaqt to'g'ridan to'g'ri o'tirish o'pka, artrit, miyozit kabi bo'g'imlar va mushak kasalliklarini, turli yallig'lanishlarni keltirib chiqaradi. Bu tizimga o'rgangan organizm ochiq havo, quyoshga chiqqanda juda zaiflashib qoladi. Qolaversa, doimo sovuq havo oqimini his etish immunitet pasayishiga olib keladi. Buning natijasida kishi tez-tez shamollaydi. Tibbiyot xodimlarining aytishicha, konditsioner hatto inson tanasi haroratini ham tushirib yuboradi. Natijada quruq yo'tal, tomoq, quloq, bo'yin, bel og'riqlari paydo bo'ladi. Ayniqsa ushbu agregatning sovuq havosi insonga yo'naltirilgan bo'lsa, nafas olish bilan bog'liq xastaliklar xavfi oshadi. Agar konditsioner uchun to'g'ri joy tanlab o'rnatilsa va undan chiqayotgan harorat darajasi me'yorida bo'lsa, hech kim kasallanmaydi. Konditsionerdan foydalanganda birdaniga eng past haroratga qo'ymang. Sovuq havo oqimini zinhor odamlarga qaratmang. Shamollab qolmaslik uchun sovuq havo oqimi xonaga bir tekis tarqalishiga ahamiyat bering. Konditsioner zararini kamaytirish uchun undan to'g'ri foydalanish kerakligini mutaxassislar ham qayta ta'kidlashadi. Konditsionerni tana haroratiga mos sovuqlikka qo'ysa bo'ladi. Masalan, sovuq havoning inson uchun me'yoriy holati 18 daraja hisoblanadi. Agar havo harorati juda issiq bo'lsa, konditsioner haroratini ozgina tushirish mumkin. Shuningdek, imkon qadar ish stoli konditsionerdan uzoqroqda bo'lishi kerak. Undan chiqayotgan sovuqlik oqimini tepaga yoki pastga yo'naltirib qo'ying. To'g'ridan to'g'ri tanaga urmasligi juda muhim. Konditsionerdan foydalanayotganlar issiq kunlarda ko'cha bilan uy ichidagi haroratning farqi 4-5 darajadan oshmasligiga e'tibor berishlari kerak. Yana bir muhim jihat, konditsionerda nafas tizimi infeksiyalarini qo'zg'atuvchi mikroorganizmlar to'planib qolishi ehtimoli bor. Shu bois u har 2-3 oyda tozalab turilishi lozim. Ammo bu qoidaga deyarli hech kim amal qilmaydi. Bundan tashqari, toza havo bo'lmasdan, deylik, ichkarida yopiq joyda konditsionerni uzoq vaqt ishlatish oqibatida xonadagi havo namligi pasayib ketadi. Bundan inson organizmi zarar ko'radi. Hatto allergiya ham paydo bo'lishi mumkin. Shu bois ushbu agregatning filtrlarini vaqti bilan tozalab turish talab etiladi. Aks holda konditsioneringiz turli zararli zamburug'lar, mikroblar va bakteriyalar o'chog'iga aylanib qoladi. Shu bois unga havoni namlantiradigan uskuna qo'yish lozim. Hozirda ko'plab konditsionerlarda havoni tozalab beruvchi biofiltrlar o'rnatilgan. Ular har 3 oyda yangilanib turishi kerak. O'z vaqtida tozalab turilsa, hech kim kasallanmaydi. Konditsionerdan muntazam foydalanadigan uy bekalari va ofis xodimlari quyidagilarni bilib olishlari zarur. Konditsioner havo filtrlari 1 yilda kamida 2 marotaba tozalanishi lozim.
Konditsioner feni o'zidan xonadagi havoni aylantirishi natijasida havo tarkibida bo'lgan barcha changlar va kasallik tarqatuvchi mikroblar filtrda qolib ketadi. Agar filtrlar o'z vaqtida tozalanmasa, ular to'ladi va xonadagi havo ifloslanadi. Bu esa o'tkir virusli va respirator kasalliklarga olib keladi. Aks holda konditsionerlar yopiq siklda ishlashi tufayli bemor odamdagi infeksiyani butun bino bo'ylab tarqatib yuborishi mumkin. Og'ir pnevmoniya kasalligini keltirib chiqaradigan mikroblar ham turli sovutish vositalarini yaxshi ko'radi. Ayniqsa maishiy konditsionerni vaqti bilan, ayniqsa qish mavsumida uzoq ishlatilmay yotgandan keyin tozalash kerak. Unda to'plangan changlar tozalagich, ya'ni filtrlarga o'tirib qoladi va shu holda ishlatiladigan bo'lsa, xonaga changli havo tarqatadi. Bu esa har xil kasalliklar keltirib chiqaradigan bakteriyalar ko'payishi uchun juda qulay sharoitdir. Shunday ekan, konditsioner zararsiz ishlashi uchun uning tozaligiga ham e'tibor bering. Har 3 haftada chang yutgich yordamida konditsionerni tozalang yoki suvda yuvib turing. Shu kabi tavsiyalarga amal qilgandagina u sizning salomatligingizga ziyon yetkazmaydi. Shu o'rinda kichik maslahatlar. Konditsionerni o'rnatish jarayonida u uchun alohida elektr uzatuvchi liniya torttirishga harakat qiling. Paydo bo'lgan har qanday shovqinga e'tibor bering. Ustani chaqirib ko'rsating. Bir yilda kamida bir marta mutaxassisni chaqirib, barcha qismlarni to'liq tozalating. Tok uzatuvchi simlar qiziganini sezishingiz bilan ishlatishni to'xtating va ustaga xabar bering. Optimal haroratni o'zingiz tanlab oling va behuda o'zgartiravermang. Shuningdek, yoqishingiz bilan darhol o'ta past harorat rejimini tanlamang. Har qanday maishiy texnika singari konditsioner ham ma'lum ish rejimiga tushib olishi lozim. Eng muhimi, konditsionerdan foydalanishda ham me'yorni unutmang. U ishlayotgan xonada uzluksiz o'tirishga o'rganib qolmang. Keling, shu o'rinda konditsionerni ishdan chiqishiga olib keladigan xatoliklar haqida ham to'xtalib o'tsak. Konditsionerni tez yoqish va o'chirish. Har safar xonaga kirganda yoki chiqqanda konditsionerni yoqish va o'chirish ushbu texnikaning ishlash muddatini qisqartiradi. Konditsionerni noto'g'ri o'rnatish. Eng keng tarqalgan xatolardan biri bu ko'p xonali kvartirada bitta konditsionerni o'rnatish. Agar 75 metr kvadrat kenglikka ega xonadonda bitta konditsioner o'rnatsangiz, qurilma barcha xonalarni birdek sovita olmaydi. Buning uchun multi-split tizimli, ya'ni ko'p tarmoqli, katta quvvatga ega konditsioner kerak. Eshiklar va derazalarni ochish. Konditsioner ishlayotganda doimo deraza va eshiklarni yopib yurish zarur. Aks holda qurilma xonalarni sovutish uchun ko'proq energiya sarflash rejimiga o'tadi va elektr energiyasi odatdagidan ko'proq ketadi hamda isrof bo'ladi. Konditsioner faqat buzilgandagina unga texnik xizmat ko'rsatish. Konditsionerdan foydalanish davrida uni tozalamaslik va faqatgina qurilma buzilgandan keyingina freonni to'ldirish, ichki qismini tozalash eng keng tarqalgan xatoliklardan biridir. Har yili konditsionerdan foydalanish mavsumining boshida va oxirida unga texnik xizmat ko'rsatish hamda tozalash talab qilinadi. Bu konditsionerni ishlash muddatini uzaytiradi va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni o'z vaqtida aniqlash hamda bartaraf etish imkonini beradi. Shu o'rinda avtomobillarda konditsionerdan qanday foydalanish kerak degan savolga ham javob berib o'tsak. Avtomobil haydash yo'riqnomasida konditsionerni yoqishdan oldin oynani 2 daqiqa ochib qo'yish tavsiya etilgan. Buning tibbiy sabablari ham bor. O'rganishlarga ko'ra, konditsioner havoni sovutishdan oldin ichidagi plastikdagi benzolga to'yingan saraton kasalligini keltirib chiqaruvchi havoning hammasini chiqarib tashlaydi. Mashina ichida plastik isidan ham buni sezish mumkin. Shu sababli havoni sovutish oldidan oynani bir muddat ochib qo'yishingiz lozim. Motorni ishga tushirishingiz bilanoq darhol konditsionerni yoqmang. Bu muddat ichida oyna ochiqligicha qolsin. Salon havosiga tarqaladigan ko'plab uglevodorodlar, asosan hidli va turli qo'shimchalar xavfli kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Bir so'z bilan aytganda, konditsionerdan belgilangan qoidalarga amal qilgan holda o'z me'yorida oqilona foydalansangiz, jazirama yoz kunlarida u sizga beminnat xizmat ko'rsatadi.